Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti tasarrufidagi oliy harbiy ta'lim kursantlari ishtirokida harbiy kasbiy tayyorgarlik bo'yicha olimpiada o'tkazildi. Bir-biridan qizg'in va murosasiz kechgan bahslar tafsiloti hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Quruqlikdagi Qo'shinlar instituti bazasida tashkil etilgan mazkur nufuzli musobaqada kursantlar nafaqat nazariy bilimlar, balki real jangovar sharoitlarga yaqinlashtirilgan amaliy shartlarda o'z mahoratini namoyish etdi. Xususan, taktik vaziyatlar asosida tashkil etilgan sinovlarda ishtirokchilar shartli dushman hujumini qaytarish, tezkor qaror qabul qilish, guruh tarkibida harakatlanish va murakkab sharoitlarda vazifalarni aniq bajarish ko'nikmalarini sinovdan o'tkazdilar. Bugungi kunda o'tkazilayotgan ikki tomonlama kompyuter o'quvida batalyon taktik guruhi komandiri lavozimida ish olib bormoqdaman. Biz Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari, Ichki ishlar vazirligi bo'linmalari hamda Milliy gvardiya bo'linmalari bilan hamkorlikda oldimizga qo'yilgan jangovar vazifani muvaffaqiyatli bajarishning bir nechta usullarini ko'rib chiqmoqdamiz. Xaritada qabul qilgan qarorlarimizni hozir amalda kompyuter o'quvlarida sinab ko'rmoqdamiz. Hozirgi vaziyatda biz shartli dushmanga qarshi o'zimiz qarorimiz asosida jang olib bormoqdamiz. Biz kursantlarni hozirgi davrda qatnashayotgan o'quvlarimiz kelajakda ofitserlik fazilatlarimizni shakllantirishga juda katta ko'nikma bo'lib xizmat qiladi. Qurolli kuchlarni modellashtirish va simulyatsiya markazida yagona g'oya ostida batalyon taktik o'quvi o'tkazilmoqda. Bu o'tkazilayotgan ikki tomonlama kompyuter qo'mondonlik o'quvining o'ziga xosligi shundaki, bu yerda universitetning bo'ysunuvidagi, ya'ni tasarrufidagi institutlarni bitiruvchi bosqich kursantlari ishtirok etmoqda. Oldingi o'tkazilgan ikki tomonlama kompyuter qo'mondonlik o'quvlarida o'sha davrdagi oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari ishtiroki ko'zda tutilmagan edi. Ahamiyati shundaki, bu yerda bitiruvchi bosqich kursantlari o'zlarining faoliyat yo'nalishlari bo'yicha qarorlarni qabul qilib, ushbu simulyatsiya markazida modellashtirish bilan faol ishtirok etmoqda. Musobaqaning asosiy maqsadi bitiruvchi kursantlarning kasbiy malaka va ko'nikmalarini mustahkamlash, ularni kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tahdid va xavf-xatarlarga tayyor holda xizmat qilishga yo'naltirishga qaratildi. Majmuaviy sinovlarni bajarish jarayonida kursantlarning chidamliligi, tezkorligi va strategik fikrlash qobiliyati sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, kursantlar maxsus jihozlangan o'quv nuqtalarida o'tkazilgan bellashuvlarda o'q otish, dushman pozitsiyasini aniqlash va uni zararsizlantirish bo'yicha yuqori darajadagi tayyorgarligini ko'rsatdi. Musobaqada armiya biatloni, duel, o'qishda qiyin jangda oson, to'siqlardan o'tish, o't ochib yo'q qilish kabi bosqichlarda ishtirokchilar yuqori aniqlik, tezkorlik va qat'iyat bilan harakat qilib, o'zlarining puxta tayyorgarlikka ega ekanini namoyish qilishdi. Mazkur olimpiada yakunida eng yuqori natijalarni qayd etgan kursantlar munosib taqdirlandi. Muhimi, bu kabi tadbirlar orqali vatan himoyachilarining professional salohiyatini yanada yuksaltirish, ularning yurt tinchligini va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi mas'uliyati mustahkamlanmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Yurtimiz tinch, osmonimiz esa hamisha musaffo bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang, omon bo'ling.